alaykum hurmatli obunachilar. Mana xabarlarim bor. Kecha mana Amerikadan opalarimiz 10 tonna rodbunga bron qilishdi. Hammalarning haqqilariga duo qilib qo'yasizlar. Kecha mana Go'xona qishlog'idan yosh katta kichkinalar kelishim mana pollarga nima deydi, laninnoy pollarni kuyishi mana gilam yozishga tayyor qilishib, tepalarda mana nechta xonalar shpaklyovka bo'ldi. Mana o'ta tekis holatda. Tagiga bir sloy falga yozib turib, bemalol gilam yozsak bo'ladi. Kimda imkoniyat bo'lsa, mana bir dona xonagami, 2 dona xonagami, gilam palas, 2 dona to'shakmi, opalarimizga iltimos qilamiz. Mana hamma xonalar bir-biridan o'ta tekis. Devor qanday tekis holatda bo'lsa, pollarimiz ham mana shunday o'ta chiroyli tekis holatda. Hurmatli hoji ota, hoji onalar, mana ikkinchi etajimiz ham xudo xolasa rangga tayyor. Mana chistovoylar hamma xonalarga berilgan. Xudo xolasa bugun 3-etajga Chornovoy rodbun birinchi sloyini xudo xolasa bugun tortamiz. Erta tongda Go'xona qishlog'idan xudo xolasa erta bilan telefon qilishdi, yo'lga chiqyapmiz deb. Usta aka-ukalarimiz. Azizlar, mana rodbunimiz kecha 1 tonna chiqqan edi, bugun mana 2 tonna chiqdi. Jami 10 tonna brondan mana 3 tonnasi chiqdi. On tonnalik uchun mana biz bundaqa mayda qoplarda pachkalatib yotmadik. Akalar yetishganida iltimos qilib, "Jon prostoy qopda ham bersak bo'ladimi?" deb. Prostoy qopda ham beraveringlar. Ortchalik, rasxod nima kam bo'ladi. Ham qopi ham pullik uchun bizga 5-600 kilo yana qo'shilib qoladi. Jon prostoy qopda bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi podezimizda zinaning yoniga rishotkalariga temirlarimiz kelgan. Baxtiyor aka usta bo'shlik uchun qilib beraman deyishib, imkoniyatimiz ozgina pul mablag'i chataqligi uchun iloji yo'q, nasiyaga bo'lsa ham olib keldik. Ertadan keyin ustalarimiz topolmay qolamiz deb. Kim mana nimaga yordam qilaman desa 2.160.000 so'm bo'ldi. Bunday qilishlarmi? Maqsadga muvofiq bo'lsin. Charchamayman. Ana tortilyapti. Buni yaxshimi? Yaxshi tutamiz. Yuzoqlar hammasi. Yo'q mana. Yetkish keldi. Malyalar yetish kerak, malyalar isheganda. Söz so'rovlarimiz ham olsangiz shu yerda masxara qilib qo'ymasangiz bo'ldi, o'g'lim. Bunaqa. Nimalarga ustalarga bitam kerak-a? Sedoqni bo'ldi. Bu yerda yo'qda u. Bolaga biza topish kerak. Hech qanday ish ekanda, ayam sovuq turadi. Boshida Komplekslarni setga turma, biletni baqira gaz kiysa, ochildi. Oxir dedem baqiradi. Uchun o'rniga ketdi. Somonchilar son yavaş-yavaş ketdi.
Yaxshi bo'ladi. Qo'shlardan dedi. O'sha nima bo'lmaydi? Chiqarib olish kerak. O'sha qo'llar yo'q. Soğukta tushib qolmasin. Yere serga qasmi? Yo'q. Shular to'kilib bitta bor maraqdan oldi. Obunachilar, hurmatli iqtidorlar kuzatuvchilari. Mana bugun Bag'dod tumanining Qo'g'ona qishlog'idan Xo'jakamlar boshchiligida hasharchi ko'hanlarimiz Xo'jakalar, hojukalar kelishgan. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Amin. Ko'rgan pirozdalar bilan kelishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Ham pirozdalar bilan ihsonlar qilishib, 3,5 million pul ihson qilishdi. Ilohim tanijalloh sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Har bir qanday ihsonlarni soyabon qilmasin. Nima niyat maqsad qilsa Alloh cheksiz barakolat etsin. Amin. Parvardigorim mo'jizlarga, dehqonchilarga, tijorat ishlariga Allohim barakolat etsin. Amin. Shularga o'tganlar Xudo rahmat qilib, joylar jannatda bo'lsin, yurganlarga jon salomat. Amin. Bemalollarga shifo qilib etsin. Parvardigorim. Parvardigor har bir qanday ihsonlarni o'rniga yuzga ming barobar o'zing barakasini bergin Parvardigorim. Doimo xayrli, sog'li ishlar yurishni nasib etsin. Parvardigorim mana shu bugungi hasharlarga kecha bugungi hasharlarga qatnasholmasdan o'zlari ihson qilishibdi. Ilohim ulardan nima maqsad niyatda ihson qilishgan bo'lsa, Allohning barakasini ato etsin. Dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Alloh razı olsun. Kecha kelgan usta ukalarimiz, shifokor tortgan ukalarimiz. Ustalar desa chempion bo'lsa bo'laveradi. Kecha nihoyatda zo'r ish qildi o'sha bolalar. Agar nima bo'lsa, shunaqa bolalardan shunaqa yigitlardan kerak. Bitta agar nima bo'lsa, Xo'jakan kecha o'sha uylar ichida o'sha yangi uylangan bor ekan, bir qo'chqazni o'g'il bir nima farzandlar Xo'jakan duo qilib. Amin. Parvardigoro, mana bu yetimlarni uyda xizmat qilayotgan, shularda boshqarayotgan rahbarlariga, yerda ishlayotgan ishchilarga barchalarini Allohim nimaki yaxshi niyatlarda bo'lsa, o'shalarni barlarini yaxshi niyatlarga yetkazdirgin. Kecha ishlagan ustalarimiz ichida farzand talablari bor ekan. Allohim o'shalarga umri bilan, rizqi bilan solih farzandlarni ato qilsin. Uylanmagan yigitlari bor edi. Allohim o'shalarga soliha qizlardan ro'para qilib, juft halol bo'lishlarini Alloh o'zi nasib qilsin. Nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh o'zi yetkazdirsin. Yerda ishlayotgan rahbarlarim hammalari salomat bo'lib, orzu havaslariga yetsin. Allohu akbar. Salomat bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'jakan. İşlerimizler sınıfsa olsa. Qo'g'ona qishlog'idan kelgan hasharchilarimiz mana bugun juda chiroyli ishlarni qilishdi. Hurmatli aka-ukalar, bizni ko'rib turganlar, imkoniyati borlar, shpaklyovka tortadigan ustalarimiz yetishmayapti. Ko'proq yoshi ulug'lar kelyapti. Qo'llaridan kelmasdan iloji yo'q boshqa ishlarni qilib yuryapmiz. Kimdadir
kim ko'rib turgan bo'lsa, aka-ukalar, bir kunga, bir soatga bo'lsa ham yordam qilsalar, mana tez kunlarda birinchi podyezdimiz mana 20 talik xonasi tayyor bo'ladi.